Özümüzni qutuldurishda foydalanishga bo'ladigan qandaq yo'llar bor? Abduri Erkin Sidiq. 3. Chet el yordami qanchalik rol o'ynaydi? Rəhimsiz diktatorluqning zinini tortiyotgan yoki diktator hokimiyatning ziyonkashligidan saqlanish uchun chet ellarga qochib chiqqan nurg'un kishilar ezilgan xalqning o'z-o'zini ozod qila olishiga ancha ishonmaydi. Ular faqat boshqalarning yordamila o'z xalqini qo'g'dab qala oladi deganga ishonadi. Ular o'z umidini tashqi kuchlarga bog'laydi. Ularning nazarida faqat xalqaroliq yordamlar diktatorni o'rib tashlashga yetadigan darajada kuchli bo'ladi. Ezilgan xalq unumlik ish elib bora olmaydi degan qarash ba'zida ma'lum mezgil to'g'ri chiqadi. Özlərinin rəhimsiz diktatorluğa yüzlənələydiğən qabiliyyətiga işənməsligi hamda özlərini qoğdaşda isbatlanğan usulning mavjud bo'lmasligi tufaylidan ezilgan xalq diktatorluğa qarshi kurashga atlanishni xohlamaydi hamda kurashga atlana olmaydi. Şunlaşqa köpləgən kishilarning özlərini azad qilish umidini boshqalarga bog'lab qo'ydiganligini tushunishga bo'ladi. Bu yerdagi sirtqi kuch, ommaviy fikr bo'lishi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lishi, biror alohida davlat bo'lishi yoki xalqaro iqtisodiy va siyosiy jazo bo'lishi mumkin. Bundaq ssenariy kishini rohatlantirdigandek tuyulishi mumkin. Ammo umidni sirtqi qutqizg'ichiga ortib qo'yishda ig'ir masala mavjud. Undaq umid o'z o'rnini butunlay yo'qotib qo'yishga opirishi mumkin. Köpünç ahvalda sizni qutqizg'ili birər tashqi pana egisi kelmaydi. Birər chet el haqiqatan siz bilan sizni azgan diktatorning o'tirsiga kirgan taqdirdimi, siz uningga bak ishinib ketsangiz bo'lmaydi. Uning mundaq sabablari bor. Özünün iqtisodiy yoki siyosiy manfaatiga foyda yaratish uchun ko'pincha vaqtlarda ba'zi ellar diktatorni qabul qiladi yoki bo'lmasa, hatto uningga ijobiy yordam qiladi. Ba'zi ellar boshqa bir manfaatlarni qurbon qilmaslik uchun ezilgan xalqlarning ozodligiga yordam qilish va'dasida turishning o'rniga ezilgan xalqni diktatorga setib etishi mumkin. Ba'zi ellar faqat ezilgan xalqning vataniga bo'lgan kontrollikni qo'lga keltirish uchunla diktatorga qarshi ish ko'rdi. Davlat ichidagi diktatorga qarshi kuchlar allaqachon ish boshlab, diktatorning o'g'lini tavirtishga boshlagan. Shu orqali xalqaro diqqatni diktatorchi hokimiyatning rəhimsiz tabiatiga tortgan vaqtda ba'zi ellar ijobiy maqsadlar uchun ezilgan xalqning ishiga aralashadi. Diktatorlikni o'z davlatidagi ichki huquq taqsimotini keltirib chiqargan bo'ladi. Puhralar bilan jamiyat bak ojiz bo'lganlikdan diktatorlik qarta ig'ir masala paydo qila olmaydi. Boylik bilan huquq bir qancha odamning qo'liga markazlashgan bo'ladi. Garchi xalqaro sharkatlar diktatorlikqa ba'zi foydalarni elib keladigan yoki diktatorlikni azroq ojizlatadigan bo'lsa-mu, diktatorlikning davomlashishi asosan ichki omillarga bog'langan bo'ladi. Faqat noiti kuchlik ichki qarshilik ko'rsatish kurashlari bilan birlashgandila xalqaro besimning yordami zo'r bo'ladi. Faqat ashundaq shart ostidala xalqaro iqtisodiy boyqut qilish, embargo yurgizish, diplomatik munosabatni uzish, xalqaro tashkilotlardan qo'g'lib o'tish, BTTning qo'li bilan ayiblash va uningga o'xshash tadbirlarning yordami zo'r bo'ladi. Ammo kuchlik ichki qarshilik ko'rsatish ko'rishi vujudga kelmagan ahvol ostida boshqa ellarning ezilguchi xalqlarga yordam qilish ish harakatlarining borliqqa kelishi mumkin emas. Yuqoridagisi kitobdagi mazmunlar. Ularni o'qigandan keyin bir qism o'qirmanlar tövandagi nuqtalarni his qila olishi mumkin. Birinci, Türk elleri bilan İslam ellerinin hükümetleri Xitoy Uyg'urlar ustidan elib bargan irqiy qirg'inchilik masalasida Uyg'ur tarafda turmadi. Xitoy diktator mustamlikachilarga nisbatan sukut qilish yo'lini tanlamadi. Uning aksicha Xitoyni barliq fursatlarda oshkor himoya qildi va qo'lladi. U hökumətlərinin tanlaşı yuqorqi məzmunda tilgə ilingan öz mənfəət üçün yalğız ezilgan xalqnıla emas, özünün milli qeyrindishi bilan dini qeyrindishini setib o'tadigan chet el hökumətlər kategoriyasiga kiradi. İkinci, diktator hokimiyatning qo'lidan qutulishda chet ellarning yordamiga qaraganda ezilgan xalqning o'zining qo'zg'alishi texmi muhim rol o'ynaydi.
Ezilgan xalqning o'zi qo'zg'almag'icha chet elning yordamimi vujudga kelmaydi. Şunlaşqa hazır vatandagi xalqimizni Jallod Xitoy hokimiyatining iskanchisidan qutqizish imkoniyatining barcha xalqimizni hayot saqlab qilish hammadan muhim. 3. Xitoy dunyodagi insonlarni idora qilish taktikasini eng uzun va eng ko'p tadqiq va tajriba qilgan bir millat. Shundaqla Xitoy g'arbliklar taraqqiy qildirgan ilm-fan mevallarini eng cho'nqur o'rgangan va amaliyotga eng mukammal tatbiqlagan millatlarning biri. Yuqorida bayon qilingan ilmiy yakunlardan Xitoy hokimiyatiningmi to'liq xabari bor. Jallod Shi Jinping va Xitoy mustamlikachi hokimiyatining nazarida Sharqi Turkistondagi Uyg'ur xalqi Sharqi Turkistonni qo'ldan berib qo'yishning eng ig'ir va eng halqiliq tahdidi. Şunlaşqı 2014 yıldan keyin Xitoy aslidagi nüfusning 95% Uyg'ur bo'lgan Xotan, Qashqar va Aqsuning nüfusini o'ltirib, turma lagerlarga solab, hamda Sharq Turkistonning boshqa joylariga va Xitoy o'lkalariga yo'tkab, shu orqali burunqiga butunlay o'xshamaydigan bir yangi nüfus o'rinlashtirilishini vujudga keltirdi. Bu jihatda Uyg'urlarga bo'lgan ziyon intayin ig'ir bo'ldi. Tövəndikisi kitapdaki məzmunның davamı. Bir diktatorni ən önümlük və ən az çıxım bilən ağdırıb taşlaş üçün tövəndiki 4 vəzifəni orunlaş şərt. Birinci, izləyən xalqni irada, öz-özüge bolğan işenç və qarşılıq köztüş maharetləri cəhətdə gücləndiriş. İkinci, izləyən xalqның müstəqil ictimai guruhlarını və institutlarını gücləndiriş. 3. Bir güçlük işki qarşılıq köztüş qoşunu bərpa qilish. 4. Azadlıqның bir aqilana umumi strategiyalik planını tüzüb chiqish hamda uni ustuluq bilan icra qilish. Azadlıq görüşü öz-özüge tayinish va kurashga atlangan gruppining ichki jihatdan öz-özini kuchlantirish jarayoni. Aqilana strategiyasi bor, tüzüm va botirlik bilan ish qiladigan, haqiqiy kuchlikka ega bir nihoyat kuchlik o'z-o'ziga tayinadigan qo'shin oldida diktator hokimiyat cho'qim o'riladi. Ammo uning eng tuvan sharti yuqoridagi 4 ishdan iborat. Diktatorlikdan qutulish eng oxirida ezilgan xalqning o'z-o'zini ozod qilish qobiliyatiga bog'liq. Ezilgan xalqning o'z-o'zini erkinlikka erishtirish vositalari mavjud. Ammo undaq vositalar hozirgacha yetarli darajada taraqqiy qildirilmadi. Yuqoridagisi kitobdagi mazmunlar. O'rta Osiyo va vatanning sirtida 60 dan ko'p Uyg'ur tashkilotlari bor. U tashkilotning rahbarlari ichida siyosat, xalqaroliq munosabat, xalqaroliq qonun, tashkilotchilik, liderlik, doilik nazariyasi, atlaizm, boshqarish ilmi, projekt boshqarish yumshoq detali, hukumatchilik va axborotchilik qatorliq kasblarda universitet bakalavrlik unvoni va uningdan yuqori unvonga erishganlarning nisbati qanchalik, ya'ni kasbiy tarbiya ko'rganlarning nisbati qanchalik, yuqoridagi 4 shartning ahamiyatini tushuna oladiganlarning nisbati qanchalik. Davamı var. 2022 yılı 12. ayının 29. günü.